Assalomu alaykum sizlar bilan bugun dasturchilar. Bugun sizlar bilan Pythonni o'rganamiz. Qani, varish papka Python asosan ochib visual kodga tashlaymiz. Men birinchi qismini aytgandim. Mana birinchi yozgan kodlarimiz. Endi biz ularni qanday yopishni ham o'rganamiz va qoidalarni ham o'rgatib o'taman. Birinchilarimizni tanlab olasiz. Michkani chap tarafi bilan tanlab olasiz, bosib turib. Keyin Ctrl// tugmasi bor. Slash kim bilmasa, mana bu tugma yoki shift bilan bossangiz, mana bu tugma bo'ladi. Bugun biza o'tgan dars fayl ochish ham o'rgatgan edim. Endi mana bunday ham qilib ochsangiz ham bo'ladi. Papka nom beramiz. Python deb. Bunga nuqta ishni asosatmas. Shunchalik qilib solib tanlab qo'ysani bo'ladi. Shuni buni yopib, buni ham yopib qo'ysak, mana yopib ham qo'yildi. Bugun sizlarga Pythonda nima kerakligini o'rgatib o'taman. Hammasi mana terminal ishlash uchun va mana bu yerdagi qoidalarni ham o'rgatib o'taman. Mana kelis hammasini tozalaydi misolxona. Mana bu shunchaki o'rniga oddiy KLC qilsangiz bo'ldi. Ozgina xatolik ketdi. Mana bu yerdan ham o'chirsangiz ham bo'ladi, lekin bu yerdan osonroq. KLC qilsangiz hammasi tozalanadi. Endi sizga shunchaki yozmasligingiz uchun mana bu yerdagi nomni yozamiz. Mana yozib oldik, enter bossangiz shunaqami? Mayli, qanday qilib bularni kodlarni yozsangiz, tepa strelkani bosasiz, pastga bossangiz orqaga qaytaradi. Mana KLC Python ishlayapti kodimiz. Hech nima yo'qligi uchun o'shaning chiqmayapti kodlar. Clear qilsangiz ham o'chadi. Kelasi faqat qisqartmasi. Welcome o'chirib tashlasangiz ham bo'ladi. Mana bu yerda yangi kod o'rganamiz. Sonra print deyimizda va xohlagan soningizni yozasiz. Misol shuncha qilib plus qilsangiz, o'zi terminalda hammalik oddiy tepa strelkadan foydalanib turamiz. Mana boshqacha kod chiqar ekan. Hozir men boshqa ishlab o'tirmaslik uchun 8+2. 8+8 va bizda chiqish kerak 16. Mana javob ham chiqdi. Bunga endi xohlaganingizni yozsangiz ham bo'ladi. Mana 78 agar 2 martasini yozsangiz kvadrati chiqadi. Mana shuncha chiqar ekan kvadrati. Yaxshi biz 2 yozamiz. 2 yozamiz. 2 ning kvadrati 4. Endi ham bittasini aytib o'tsam. Alt Shift pastga bossangiz mana kopiyasi chiqadi. Ctrl bilan bossangiz hammasi bitta qator o'tadi.
Nihoyat Ctrl A'ni bossangiz hammasi tanlanadi. Faqat mana bu yerda til turibdi. Shuni qanday o'zgartirish mumkin desangiz, undoq qilib bosib anglashga olish o'rniga osongina yo'lni aytaman. Alt bilan Shift bossangiz til almashadi. Shift bilan Shift bilan Alt bossangiz til almashar ekan. Endi shularni tanlab turib, tanlamasdan turib Ctrl Z qilsangiz hamma yozganlaringiz qaytadi. Ctrl E qilsangiz oldinga boradi. Tushuntirib oldim degan umiddaman. Bizga endi oddiy bunaqalarimiz. Men sizga bittasini o'rgataman. Print qilib qo'shtirnoq ochmasdan birinchi ochsa ham bo'lar, ochmasa ham bo'lar. Keyin birinchi qog'oz yoniga turib F qo'yib qo'ysangiz, endi bu yerga mana bunday qilsangiz ham bo'ladi. Shuni bildim. Javobi necha chiqadi deb yozsangiz bo'ladi. Keyin mana bu yerda javob necha chiqadi 4 ekan. Kelasi ko'ramiz bitta. Mana bo'ldi. Endi bizning qoidalarni ham o'tamiz. O'tgan safar men sizlarga append o'rgatgan edim. Endi bu safar esa men sizlarga while o'rgataman. Birinchi while true qo'llamayman. Shu kodlarni yozasiz. Bu toq just o'yini. Shuni else qilamiz. Bu so'z rahmat emas bu yerga juft deb qo'yamiz. Juft. Mana buni tanlab turib backspace bosasiz va o'chir. Backspace desangiz backspace nima desangiz bu o'chirish. Delete ham desangiz bo'ladi. Mana juft son kiriting. Ana kiritamiz xato. Juft son 2. Juft ana shu to'qqa juft o'yinimiz. Kanalga obuna va like bosishni unutmang. Biz tezroq 1000 ta bo'lishimiz kerak. Bularni ham tanlab turib Ctrl bilan slash bosamiz va ana hammasi qog'ozga olindi. Ctrl bilan slash bossangiz ham bo'ladi, o'zi bo'ladi va Shift bilan 3 bossangiz nomini biladim, uzr so'rayman. Mana shu narsa paydo bo'ladi. Kanalga obuna va like bosishni unutmang, iltimos. Endi bu yerdan chiqib ketamiz, men o'zimni Pythonga kiraman. Mana qoidalar Python bu. Mana endi hammasini ko'rib olishingiz mumkin. Boshiga o'tamiz. Shunday qilib o'tirmaslik uchun ana bu yerda oq narsa bor, shuni bosasiz. Clear listni tozalash uchun ekan, mana bu yerda copy listni solish uchun. Mana shu yerda hamma kodlarim bor. Hammasini o'z qo'lim bilan yozib chiqqanman. Mana bu yerda 3 ta kodlarimni ko'rsataman sizlarga. Pastga tushsak, bu yerda Minecraftning o'zini boshqacharoq yaratilgan. Shuni o'tib ketib qoldik. Keyin qanday ochish o'rgatdim. Hammasini tanlab turib Ctrl slash bossangiz ochiladi.
hozir mana ishga tushyapti. Mana mening kichkina Minecraft'im. Hozircha shu ham bo'ladi. Kelajak uchun oddiy kichkinagina Minecraft Python yaratilgan. Sizlar kanalga obuna va like bosishni unutmanglar. Biz tezroq 1000 ta bo'lishimiz kerak. Alt F4 qilsangiz o'zi chiqadi, qanday chiqish bilmasangiz shuni hammasini pastalab oldim. Tepadagi esa buni o'zim yozmaganman. Do'stim tashlab bergan bo'lsang, tashlab beraman desam ham bo'ladi. Kanalga like va obuna bo'lishni unutmang. Tezroq 100 ta bo'lishimiz kerak. Hammaga xayr. Video o'z nihoyasiga yetdi. Kanalga like va obuna bo'lishni unutmang. Xayr.